Alo. Eshitaman. Bola puli? Baraka top ko'r, singlim. Men senga necha marotaba aytyapman, bola pulni men bermayman. U hozir elektronni bo'lib ketgan. Ha, elektronni arizani to'ldirasan, ko'rib chiqishadi. Ma'qul kelsa kim berishadi? Ariza to'ldirishni ham bilmayman deysanmi? Obbo, qayerdasan? Ha, sen mahallada xonamda kutib turibsanmi? Ha, bo'pti, kutib tur, hozir borib tushuntiraman. Ey, bularda birortasi mahallaga beraman demaydi. Mahallada olsam deydi. Menga qon kerak. Menga jang ber. Jinni katta kichigi bo'lmasaganda bu devona nima deb baqiryapti endi? Hurmatli podpischilar, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun rahmat. Yangi profil, yangi jang, qonli jangchi. Aka Boyka profiliga obuna bo'ling. Like'larni bosib, kommentariyada Olg'a Boyka deb yozib ketamiz. Qana, marhamat. Ha. Qana Aka Boyka, bo'shashmang. Oktagon, menga jang ber. Menga jang kerak. Menga qon kerak. Tanamga kuchim sig'may ketyapti. Assalomu alaykum rais buva. Aka Boykaga kuch yetadigan bormi yo'qmi? Nima qilyapsan? Quturgan buqaga o'xshab tepaga chiqib olib. Rais buva, bilasizmi, men tanamga kuchim sig'may ketyapti. Menga jang kerak. Menga oktagon kerak. Menga qon kerak. Tush pastga. Ha? Tush. Ha, bo'pti. Rais buva, menga jang kerak, oktagon kerak. Menga qon kerak. Tanamga kuchim sig'may ketyapti. Senga oktagon kerakmi? Ha. Jang kerak-a? Ha. Men senga jang topib beraman. Rostdanmi? Qani, oldimga tush. Demak biz jangga ketdik. Senga jang kerak degan? Men qara. Oldin men shu ishxonaga bir kirib chiqishim kerak. Hozir ichkariga kirsam ushlanib qolaman. Kechikamiz-ku. Kech qolamizda. Sen meni o'rnimga kirasan. 3-4 ta xotinlar o'tiribdi. Shularga aytasan, sizlarga bola puli yo'q deysizlar. Bola puli yo'q deyman. Ha, aytasan. Tushundingmi? Yo'q deysan. Shumi? Ha. Shuni chiqasan, oktagonga ketamiz. Bo'ldi, qara. Ketdik, yur. Mahalla raislariga oson deb o'ylamanglar. Har kuni men shunaqa oktagondamiz. Hozir. Bir pas kutib turing. Yo'q, bu ozgina kutib turing. Doktor, mumkinmi? Doktor, assalomu alaykum. Doktor, assalomu alaykum. Yo'q, o'zingizdan o'zingiz kirib olib, vaqt yo'q, ozgina kutib turing dedim-ku. Kutolmayman doktor, kutolmayman. Keriningiz ko'richay bo'lib qopti. Qayerda? Shu yerda. Men ko'richa ko'rmay yuribmanmi?
ozgina sabr degan narsa bo'lishi kerak odamda. To'xtang. Ko'zimga jaba issiq o'chiryapsiz. Bo'ldi. Bu 2 oy oldin xotinim ko'rchay bo'lib qoldi deb kelib butun shifoxonani oyoqqa turg'izib vahima qilib kelgan siz emasmidingiz? O'sha menman, doktor, menman. O inson, men yosh bolamanmi, a? Aldagani bola yaxshi deydi. Biz yaxshi bilamiz-ku. Ko'rchak bitta insonda bitta bo'ladi-ku. Doktor, odamda bitta ko'rchay bo'lishini bilaman. Xotin ikkita bo'lishi mumkin emasmi? 4tagacha mumkin-ku. O'rtoqlar, hammangni to'plashdan maqsad mana ko'ryapsizlar, vaqt shiddat bilan o'tib ketyapti. Hash-pash deguncha mahallaga rais saylash vaqti ham kelib qoladi. To'g'rimi? Agar yana meni saylasalaring shu mahallaga aytib qo'ying. Hammangni uyingga bittadan Wi-Fi o'rnatib beraman. Voy. Rais buva, o'tgan safar ham shunaqa degandingiz-ku, qani? O'tgan safar orzularim haqida gapirdim. Bugun rejalarim haqida gapiryapman. Orzu bilan rejani farqi bormi? Undan keyin orzular orzuligicha qolmas. Yurak urib tursa bas. Auf. Rais va, o'tgan safar mahallaga basseyn qurib beraman degandingiz. Bu ham orzumidi yoki reja? Bu ilhom edi. Hali orzu darajasiga chiqmagan edi. U ham mayli rais buva. Avvalgi safar shaxsan o'zimga aytdingiz. Shuruk domla, mana shu qishloqdagi eng iqtidorli bolalarni yig'ib chet elga o'qishga jo'ntaman degandingiz. Buni qaranglar. Qo'y, men nima qildim? Ha? Nima qildim men? 4 ta bolani o'qib kelsin deb chet elga jo'natib yubordim-ku. Ularni ikkitasi o'zingiz bolangiz, ikkitasi ukangiz bolasi-ku. Shular mahallaning bolalarimi axir? U ham mayli rais buva. Mana aytdingiz, eslab bilasizmi? Qishloqda bironta tuproq yo'l qolmaydi. Hammasini asfalt qilaman, chiroyli qilib beraman degandingiz. Men qarang, Shuruk domla, bunday ko'chaga chiqib, achkuyni olib, bunday qarash kerak-da. Yoki doktorga ko'rning, zirinani to'g'rilab beradi, ya? Mana mahallaning ikkita ko'chasini chiroyli qilib, asfalt qilib, chekkalarga gullar ektirib qo'ydik-ku. Rais buva, u ko'chani bittasi o'zingiz ko'changiz, ikkinchisi qaynonangiz ko'chasi. Nima farqi bor? Shu bir mahallada yashayapmizmi? Hammaga aytib qo'ying. Bu saylovda meni saylasalaring, qolgan ko'chalarni ham asfalt qildiraman. Yashang dadasi. Uka, senga bitta maslahatda. Keyingi va'dalaringni shu reja deb emas, fantastika deb atasang-chi. Nimaga? Odam fantastika o'qiyotganda shu aldanayotganligini bilib tursa ham qiziqib oxirigacha o'qiydi-da. Ya, chora? Ha? Turduqul aka. Omonmisan? Yaxshimisiz? Moshin qulli bo'lsin moshin. Rahmat. Bir haftalar bo'ldi-a olganingga? Shu 5 kun bo'ldi-da. 5 kun. Nima kayfiyating yo'q? Mazza qilib kayfiyat bilan minib yurmaysan bu mashinani. Xo'mrayasan? Turduqul aka, ko'rmaysizmi? Bir tomonda to'y bo'lsa, bir tomonda aza ekanda. Ya, astag'firullah. Nima bo'ldi? Keliningizni jondan aziz mehribon bobojonisi o'tib qo'yibdi. Ana Rajab buvami? Ha?
Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Yaxshi odam edi. Kelinizni xabari yo'q. Kirib ayt. Yo'q, qanaqasiga aytaman, yuragi chatoq. Ha. Hozir dabdurustdan aytsam, yuragi tars etib bir narsa bo'lib qolsa, bobosini orqasidan ketib qolmasin deyman-da. Bo'lmasa meni o'zim kirib, yotig'i bilan tushuntiraman. Tushuntirasizmi? Ha, o'zim yaxshilab kirib chiroyli qilib tushuntiraman. Gapimni bir aylantirib kelib yotig'i bilan sekin. Menga o'rgatma. Men o'zim bilaman. To'xtasin akangni kampiri o'lib qolganda-chi, kampiri o'lganligini To'xtasin akangga men aytganman. Xudoning o'zi sizni menga yetkazdi. Hammasini hal qilamiz. Sen bu yoqdan xavotir olma. Men o'zim bilaman. Kutib turaman mashina. Anshada tur, men o'zim hozir chaqiraman. Chorvoy. Chorvoy. Kelin. Labbay. Uydamisan? Ha, uydaman. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldim. Keling, o'tiring. Yuqoriga chiqing. Qo'ymading. Voy doda. Qani amin. Tinchlik sog'lik bo'lsin, Allohu akbar. Yaxshi keldingizmi? Uydagilar yaxshimi? Qizim, Ha. senga ikkita xabarim bor. Hozir men choy qaday. Yo'q, o'tir. Choyga indama. Senga muhim gapim bor. Tinchlikmi, Turdiqul buva? Bitta yaxshi xabar bor, bitta yomon xabar bor. Qaysi birini aytay? Yaxshisini aytaymi? Yaxshisini ayting. Ha. Ana o'kani ering Chorvoyni ko'rgandim. Ha. Ko'chada. Shu telefonda birov bilan gaplashib turgan ekanda. Kim bilan gaplashyapsan desam, menga qarab 02 bilan gaplashyapman deydi. Meni erimmi? Milisa bilanmi? Men ham shunaqa deb o'yladim. Milisa bilan gaplashyapsanmi desam, yo'q, 02 deydi. 02 ni men tushunmayman. Keyin tushuntirdi. 02 degani baligi ikkinchi xotin degani. Sen 01san. Endi senga yaxshi bo'ldi qizim. Mana keladi, yoningga, qavatingga kiradi, qo'lingdan ishingni oladi, hovlingni supurishadi, sigiringni sog'ishadi. Yaramas. Bo'ldi. Yoqmay qolsin. Ikkinchi xotin kerak bo'lib qoptimi, a? Mashinani ikkita qildi. Endi xotinni ham ikkita qilar ekanmi? Jo'rmak. Yer yutkur. Men unga kunini ko'rsataman, tushundingizmi? O'zingni bos. Endi senga Xudo quvvat bersin, o'zingni bos. Endi yomon xabarga tayyor tur. Yomon xabar shundan iboratki, qizim. Seni suyukli bobojoning, seni yelkalarida ko'tarib katta qilgan bobong, u shaharga o'qishga kirganingda qishloqda sariyolaridan, chakkilaridan, patirlaridan olib har hafta ko'rgani boradigan bobojoning. Mana yerga tekkan kuning ham hung yig'lagan suyukli bobojoning Rajab bobo olamdan o'tibdi, qizim. Mayli. Joylar jannatda bo'lsin. Menga qarang, kimni bobosi o'tmaydi, a? Mana meni ham bobom o'tdi. Bir kun kelib sizni ham boboyingiz o'tadi. Bir kun kelib siz ham o'tasiz, men ham o'taman. Hammamiz bu dunyoga mehmonmiz-ku. Shuni yomon xabar deb menga olib keldingizmi? Birinchi aytgan xabaringiz eng yomon xabar edi. Qani u xotin bos, a? Bu tashqarida. Tashqarida. Qilg'ilig'ini qilgandan keyin darvozadan kira olmasdan turibdimi, a? Hali kunini ko'rsataman. Meni sog'limga kira yuvmabdi. Meni yaxshiligimni ko'rgan bo'lsa, bundan buyog'iga yomonligimni ham ko'radi. Qizim, o'zingni bos. Og'irroq bo'l, qizim. Voy, oila muqaddas axir. Yuragi yomon bo'lib qolmasin deb oilasini buzurmasam bo'lardi. Zato bir insonni hayotini saqlab qoldi. Qizim.
Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizda gap va'da. Mana go'sht do'konga keldim. Go'sht do'kondaman. Hozir kallani olib, sho'rva qilish jarayonlarini hammasini promo efirda sizlarga ulashib boraman. Mendan yiroqlashmang. Sizlar meni kuzatib boringlar. Mana hozir kallani olish jarayoni. Assalomu alaykum ustaka. Ye, o'zlari-ku, ha? Nima edi? Luqmimidi? Xafa qilyapsiz. Luqsmi emas, luksmi. Luksmi shot qisqartirib luksmi deb qo'yganman. Bir balo deb nom qo'yib olsa, odam tili ham kelishmaydi-da. Mana qo'l ko'tarib qo'ying. Podpischalarimga. Bo'pti. Uka, tez gapirasan. Nima gap? Aka, qisqasi menga bitta chotki kalla kerak. Ha, senga o'zi kalla suv bilan havodek kerak, uka. Mana qo'ygan postlarim kuzatib borar ekansiz. Oxirgi qo'ygan postimni ham ko'ribsiz-a? Hozir blogerlarda bitta narsa moda bo'ldi. Mana podpischlar kommentariyada shart yozadi. Kecha menga bittasi yozibdi, molni kallasidan bitta chotki qilib sho'rva qilib bering debdi. Ertalab turdim, gap bo'lishi mumkin emas dedim. To'g'ri mana do'konga kelyapman, do'ka. Seni chiqarayotgan mana videolaringni ko'rib turib, molni kallasi yo'q ekan shu bolani deb o'zimcha xayol qildim. Endi bitta gap uka. Bir gap aytaymi? Menda kalla tugagan. Senga molni miyasi bor. Shu bo'lmaydimi? Bir bankaga yig'ib qo'yib olganman. Shuni yegin. Oka, endi siz bu gap bilan meni yedirdingiz-da, bitta gap bilan mixlab qo'ydingiz-da. Hafsalamni pir qildingiz lekin oka, vashshi bor-ku, men nafsoniyatga tegdingiz. Qaytib kelmayman do'koningizga, oka. Reklama, mana bunaqa narsalar bo'yicha menga umuman murojaat qilmang. Bor-ku. Menga qara, to'xta. Senga tekinga berib yuboraman. To'xta, tekinga berib yuboraman, Zora foydasi tegsa. Bunaqalarga foydasi tegmaydi-ku. Bo'ldingmi xotin, to'yga kech qolyapmiz, Voy, hozir shoshmang, bitta ko'zimni bo'yab oling. Shu yo'l-yo'lakay mashinada bo'yab ketsang bo'lmaydimi? Voy. Nimalar deyapsiz, dadasi? Qiziqmisiz? Qanaqa qilib mashinada bo'yayman? Xitoy xaritasiga o'xshab qing'ir bo'lib ketadi-ku. Sabr qilib turing, hozir chiqaman. Qizim, nima bo'lsa ham shu oyingga o'xshamaginda. Voy dada, shu oyim ham juda ham ko'p bo'yanadilar-da. To'g'ri aytasan, menga o'xshagin. Agar oyingga o'xshasang, umring shu bo'yanish bilan o'tib ketadi. Tezroq bo'lsang-chi. Hozir. Shoshganda nima kiyishni ham bilmayman. Oxirgi olib bergan ko'ylagingizni kiysammikin? Bo'ladi, o'sha ko'ylakning ichida tug'ilgan deysan. Bo'laveradi. Semiz qilib qo'ymaydimi? Hammasi zo'r, bo'ladi. O'shani kiyib ol. Obbo, umrimni yedi bu xotina. Umrimni gullagan davlat mana shu yerda kutish bilan o'tib ketdi. Mishilkaga ilib qo'ygandim-ku, esim qursin. Siz ham shoshiraverasiz odammi? Charos, qizim. Aylanib ketay. Menga o'xshagan, xo'pmi? Mana oyingga o'xshamagin. Xo'p, dada. Yo, tashab ikkalamiz ketaveramizmi? Dada, ketaveraylik. Bo'ldingmi? Dadasi, bir joyga boradigan bo'lsa, mana shunaqa shoshiraverasiz. Bu sizga nima har doim qilib yuradigan oddiy uydagi makiyajimmi? To'yga ketyapman, salonga boray desam, ziqnalik qilib pul berganingiz yo'q. Endi sabr qilasiz. Salonda bo'lganda 10 soatda ham chiqmasdim, dadasi. Unaqa shoshiravermay, hozir chiqaman. Telefon qilaylik. Nima gap ekan? Nima? Sotaqol? Voy bu. Shoqimga eshitilmadi. Bir chetroq o't. Sen qarab, nima gap? To'y boshlandimi? Nima? 2 soat bo'ldi deysanmi? Oppo, ana kech qoldik-a. Tugab bo'pti. Biz nima qilyapmiz? Makiyaj. Makiyaj qilyapmiz. Hali uydamiz. Bo'pti. Mana to'y ham yarim bo'pti boshlanganiga. Borgimiz chos tugaydi. Xona tayyormi? Oyim, muncha qolib ketdingiz, dadam ham, men ham urimni yedingiz. Ko'p gapirmay, tush oldimga ketdi, yuringlar, bo'linglar. O'zi hammasiga mana shu otang aybdor. Ye.
Abi 2 soatdan beri kuchukka o'xshab seni shu yerda poylab o'tiribmiz-ku. Qanaqasiga biz aybdor bo'lamiz? Siz shoshirdingiz. Siz bo'l demaganingizda men bemalol chiqqan bo'lardim. Mashinani qizdirganmisiz? Qizdirganman. Hamma tayyormi? Hamma tayyor. Qani ketdik. Bo'l, sen tayyor bo'lsang bo'ldi. Tayyorman, Qani, ketdik. Yana nima bo'ldi? Dazmolni o'chirdimmi yo'qmi? Dadasi, qo'rqib chiqing. Mana qara. Mana mashinam kalti. Ol. O'zing o'sha to'yga borib kelaver. Dazmolgami o'chiraman. Qizim bilan ikkalamiz kechadan qolgan ovqatni isitib yeymiz. To'y kerak emas. Dadasi? Qay dadasi? Ha, men tayyor bo'ldim-ku.